Bu 3 ta mashinamiz akkumulyator kutyapti. Bu yerda akkumulyator bazm bo'lyapti. Navbatdagi akkumulyatorimizni yechib olganmiz. Tesla Model 3 dual motordiki bu. Xudo xolasa sochilish arafasida yonboshlari qoldi. Bu ham balansirovka. Bu yerda yana bitta Tesla Model Y akkumulyatori bu. Bu ham balansirovka jarayonlari ketyapti. Cho'ta bitta blog hozir bir ish ko'rsatyapti. Bu hozir progressda tekshirish jarayonlarida. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Bu yerda Tesla Model 3 Highland'imiz. Bunga alohida to'xtalamiz aytib o'tganimda va yurgizishga yana bitta Tesla Model Y olib qolganmiz. Bu yerda 3 ta mashinamiz akkumulyator kutyapti. Akkumulyator muammosi. Xudo xolasa xizmatlar bo'yicha bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Mashinani ustidagi kir-changga ahamiyat bermaysizlar. Xudo xolasa ish tugagandan keyin shu holatga olib kelib qo'yamiz. Bu mashinamiz ham tayyor bo'lgan. Qizilni so'rayotganlar uchun qizil ham turibdi. Mashina yurgan. Xudo xolasa yana mayda ichida narsalari qolgan. Xudo xolasa ularni qo'ysa egasiga topshiramiz, mo'ka qilib, chiroyli qilib. Bu yerda yana o'chirt jarayonlar davom etyapti. Highland bari boshqacha diskalarini. Xizmatlar bo'yicha bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Hamma ishinglarni 100% bitirib beramiz. Bemalol Tesla House ga aloqaga chiqa olasizlar.